Millicha bari modadan qolmaydi-da. O'rtoqlar, bugungi manzilimiz Yunusobod 5-kvartalda joylashgan 3 xonali 3-etaj. 4 etajli domda 2x6 balkonlar bilan o'kshunli planirovka 72 kvadrat uyimizga kelganmiz. Joylashgan joy juda zo'r, shifo nuri oldida. Mana bu yog'imiz kirush perxoshka hisoblanadi, ko'rib turganinglardek. Mana bu yog'imiz детский. Ko'rib turganinglardek, детский chiroyli qilib qo'yishgan bu yoqlarni ham. Qo'shga qaytamiz. Bu yoqni kladovka qilib qo'yishgan ekan. Ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. To'g'risida zal. Zalimiz ham juda katta keng, 5x3 razmeri. Bu yog'imiz sanuzel. Sanuzel ham alohida kafilda ekan. Bu yog'imiz kuxnya, kuxonli zona, o'zi parkovkalari bor ekan bu joyimizning. Yo'lga yaqin, yo'ldan ikkinchi dom ekan. Reshotkalari bor, akvaryumlari bor ekan. Ko'rib turganingizdek, shu uyimizga 88.500 so'raymiz. Startoviy narxi qiziqqan bo'lsa, ofitsiant nomerga qo'yib beramiz. Telefon qilinglar.